Tarmoqli marketingdagi eng mashhur 5 ta e'tiroz va ularni chiroyli yengish yo'li. Assalomu alaykum do'stlar. Agar siz tarmoqli marketingda bo'lsangiz yoki yangi qadam qo'yayotgan bo'lsangiz, siz albatta odamlardan turli e'tirozlar eshitgansiz. Bugun siz bilan sitvoyda eng ko'p uchraydigan 5 ta e'tiroz va ularga chiroyli javob berish mumkinligi haqida gaplashamiz. Birinchi e'tiroz. Bu piramida deyishsa, tabassum bilan shunday javob bering. Men sizni tushunaman. Haqiqatdan ham piramidalar bor. Lekin bizning kompaniya litsenziyali, rasmiy va mahsulot orqali ishlaydi. Bizning asosiy farqimiz haqiqiy mahsulot va odamlarga real foyda berish. Ikkinchi e'tiroz. Menda vaqt yo'q deyishsa, shunday javob bering. Aynan vaqt yo'qligi uchun ko'p odamlar sitvoyni boshlashadi. Chunki bu yerda siz o'z vaqtingizni to'g'ri boshqarishni o'rganasiz va o'zingiz uchun ishlaysiz. Uchinchi e'tiroz. Menda pul yo'q deyishsa, nozik va tushunarli qilib shunday deng. Aynan shunday holatlar uchun biz kichik sarmoya bilan boshlash imkonini beramiz. Pul yo'q bo'lishi boshlash uchun sabab, to'sqinlik emas. To'rtinchisi. Bu men uchun emas deyishsa, shunday javob bering. Hamma ham sitvoyga mos kelmaydi. Lekin kim o'z hayotini o'zgartirishga tayyor bo'lsa, sitvoy eng yaxshi imkoniyatlardan biri. Men sizga ma'lumot beraman. Qarorni esa o'zingiz qabul qilasiz. Va oxirgi 5-chi e'tiroz. Men avval ishlaganman, qo'limdan kelmagan deyishsa, javobingiz shunday bo'lsin. Ha, men ham avval noto'g'ri kompaniya bilan ishlaganman. Muvaffaqiyat uchun to'g'ri komanda, to'g'ri sistema va to'g'ri o'qish kerak ekan. Shu narsalarni bizning farqimiz tashkil qiladi. Ko'rdikki, e'tirozlar bu to'xtash uchun emas, balki to'g'ri munosabat va to'g'ri javob berish uchun. Agar siz sitvoyda o'zingizni ishonchli his qilishni, e'tirozlarga osonlik bilan javob berishni va muvaffaqiyatli bo'lishni istasangiz, bizda siz uchun tayyor sistema bor. Biz o'z komandamizda yangi insonlarga maxsus o'quv kurslarini beramiz. Qadamma-qadam yordam qilamiz va sizga tayyor ishlar rejasini taqdim etamiz. Agar siz ham o'zingizni kuchli komandada ko'rishni istasangiz, siz uchun doimo eshiklar ochiq. Bu sistema menga, nafaqadagi insonga yordam berdimi? Demak, sizga ham albatta yordam beradi. Ko'proq ma'lumot olishni istasangiz, men bilan bog'laning. Kanalimga obuna bo'lishni esa unutmang. Xayr do'stlar, sizlar bilan Sayberam Wellness'da o'sib kelayotgan lider Aruxan Allabergenova bo'ldi.